Abun ota. Abaun otalar. Validun bu ham ota, ya'ni dada, ota, dada. Bu ham bir xil. Ummun ona, ummi onam. Oyi ma'nosi ham bor. Ummahatun onalar, onani ko'pligi. Validatun ona, oyi ko'proq oyi ma'nosida ishlatiladi. Validatun bu ham ona. Ona o'sha oli onalar degan ma'noda. Jaddun bobo. Ajdadun bobolar. Ya'ni ajdodlar deymiz-ku, bobolar, ajdodlar deymiz-ku, ajdodlarimiz, ya'ni bobolarimiz deb aytamiz-ku. Arab tilidan olingan shu ajdodlar, boboni ko'pligi. Bobolarim bor demoqchi bo'lsangiz, yujatu ajdadi. Jaddatun buva, ya'ni opova, bizda opova deyiladi, chustda endi buvamiz, ya'ni. Jaddatun buvalar. Buvani ko'pligi buvalar. Axun, aka, uka, ikkala varianti ham bir xil. Aka deb ishlatmoqchi bo'lsanglar ham shuni aytasizlar, uka deb ishlatmoqchi bo'lsanglar ham shuni ishlatasizlar. Ixvatun ko'pligi, aka, ukalar. Akalar, ukalar ko'pligi. Bir xil ishlataverasizlar. Holatiga qarab ishlatasizlar. Uka demoqchi bo'lsanglar ham, "Voy uka" deb chaqirmoqchi bo'lsanglar ham, "Axun" deysizlar, "Voy aka, menga qarang" deb chaqirmoqchi bo'lsanglar, misol uchun, shunday deb aytaverasizlar. Xullas shunaqa. Ketaveradi bir xil. Ixvatun aka, ukalar. Uxtun opa yoki singil, bu ham xuddi shu aka ukaga o'xshagan. Holatiga qarab ishlataverasizlar. Buni ham ba'zi bir nimalar birlikka o'xshaydi, qizning birlikka o'xshaydi. Tun qo'shimchasi atunda ko'pligida-ku, ko'plikka o'xshaydi-ku. Bunaqa emas. Axvatun opalar, singillar. Har holatga qarab ishlataverasizlar. Chunki tamarbuta ko'plikda emas, birlikda ishlatiladi, lekin aka ukalarda ko'plikda ishlatiladi. Chunki biz ko'rib o'rganib qolganmiz-da, atun qo'shimchasi bilan, to'g'rimi? Lekin shunaqa holatlar borki, faqat tamarbutani o'zi, ya'ni birlik jenskiy holat, jenskiy rod bilan, birlik holati bilan, jenskiy rod bilan keladi ko'pliklar, ba'zi bir ko'pliklar. Buni yaxshi bilib olishingiz kerak. Bintun qiz. Bintun qiz. Qizimiz bo'lsa binti deymiz. Ummi bo'ladigan bo'lsa, boya agar aytib ketmagan bo'lsam, esimdan chiqib qolgan bo'lsa, onam degani. Ummi, ya ummi, summati ya rohati deb boshlanadi-ku. O'zi esim kelmayapti. Xullas shu muzikani eshitgan bo'lsanglar kerak. Ummi, ya'ni onam degani. Bintun qiz degani. Banatun qizlar degani, qizni ko'pligi. Qizlar, banatun qizlar. Binti i qo'shimchasi meningga beradi. Ya'ni binti qizim, ummi onam, abi otam. I qo'shimchasini aytib o'tmayapman. I qo'shimchasini qilganmiz. O'sha o'zimni videoda ko'rsatib, bolalar bilan ishlaganman. O'sha videoni topib ko'ringlar. Shunda qilganman. I qo'shimchasi meningga beradi. Avtomatik tarzda hammasiga endi ta'rif berib o'tsak, video ko'payib ketadi. Shuning uchun unchalik kirishib ketmayapman. Xafa bo'lmaysizlar. Asosan hozircha lug'at. To suhbat bironta o'zimizga sherik topguncha suhbat bilan tanishib chiqasiz. Ya'ni lug'atlar bilan tanishib chiqasizlar. Taw'amun egizak. Taw'amun egizak.
Tavamani. Tavaimu ikkalasi ham egizaklar degani, egizakni ko'pligi. Tavamani ham egizaklar, tavaimu ham egizaklar. Aytganman-ku, ko'pliklar doim birlikka o'xshagan bir xil bo'ladi. Masalan, bitta so'z bir necha xil. Masalan, madrasatuni madrasa ma'nosi ham bor, maktab ma'nosi ham bor. Xuddi shunaqa ko'pliklar ham 2-3 xil ma'nosi bor. Ishlataveramiz holatiga qarab. Ikkalasi ham lekin to'g'ri. Xudo xolasa inshaalloh. Xalun tog'a. Xalun tog'a. Ahvalun tog'alar. Ahvol degani emas bu. Ahvollar, ahvolingiz, ahvol degani halun degani. Halun ahvol degani. Ha, u yumshoq h bilan, bu x bilan, qattiq h bilan. U o'ta yumshoq h bilan. Halun bo'ladigan bo'lsa, ahvol bo'ladi. Ahvoldagi ahvol bo'ladi. Ahvalun bilan qattiq h bilan bo'ladigan bo'lsa, tog'alar bo'ladi, tog'ani ko'pligi. O'sha hol, ahvol ma'nosiga ham o'xshab ketgani uchun ta'rif berib ketdim. Ahvol demak halun yumshoq h bilan, Muhammaddagi h bilan, o'ta yumshoq h bilan, ahvalun qattiq h bilan bo'ladigan bo'lsa, bu tog'alar bo'ladi. Shuni ajratib olinglar. Arab tili shunaqa va bizni ko'p lug'atlarimiz arab tilidan kirib kelgan. Deyarli 80%mi, 85% adashmasam arab tilidan olingan. Butun maktabda ham arab tilidan bo'lib, bilib oling degan kitobda yozuvlar bo'lardi-ku, ana shunda aytardi. Bilib oling, arabchadan bo'lib, palon-palonni degan narsani bildiradi degan. Xuddi bunda ham xuddi shunaqa. Xalatun xola. To'g'ri eshitdingiz, xalatun xola. Xola so'zi arab tilidan olingan. Mana bitta sizlarga isbot. Arab tilidan ko'p lug'atlarimiz kirib kelgan deganiga isbot. Xalatun xola. Xalatun xolalar. Atun qo'shimchasi bilan kelyapti. Ali bilan t. Ko'p keladi-ku, atun deb aytaman. Meni shunday kelyapti atun bilan. Xalatun xolalar, xolani ko'pligi. Demak, xalun tog'a, ahvalun tog'alar, hol ahvolga o'xshaydi. Ahvalun emas, halun emas u. Kim o'tamiz uni? Xalatun xola, xalatun xolalar degan ma'noni bildiradi, hurmatli obunachilar. Ammun amaki. To'g'ri eshitdingiz. Ammun amaki.
ammatun, a'mamun, ikkalasi ham amakilar, amakini ko'pligi, ya'ni a'mamunam va umumatunam amakilar degani xuddi umuman degandek eshitilyapti. Endi amma degani nima degani degan savol tug'ilishi mumkin. Amaki bo'ldi, amakidan keyin amma keladi. Ammani nima deb ataymiz degan savollarga ammatun amma. To'g'ri eshitdingiz, ammatun amma. Mana sizlarga isbot, yana arab tilidan olingani. Amma so'zi ham bizdagi ammamiz, amma deymiz-ku, amma xola. Amma so'zi arab tilidan olingan. Tamarbuta женский rod, grammatikada женский rodni bildiradigan holat. Qiz bolaning kitobi demoqchi bo'lsangiz kitabatun, qiz bolaning uchgan demoqchi bo'lsangiz qalamatun. Farqi yo'q. Tamarbuta qiz bolani bildiradi. Boya ammun amaki edi, o'xshayapti bir-biriga. O'shandan olingan. Ammun amaki, endi shuni ammatun amma. Ammat, men endi ammadan olingan deb o'ylayman. Endi hamma har xil holatda bo'ylar, hamma har xil arab tilchilar hammasi har xil o'ylaydi. Shunaqa deb o'ylayman. Lekin kimga qanaqa ishlab berasizlar. Lekin xuddi amma so'zi bilan bir xil amaki arab tilida. Ko'pligi esa avamun bo'ladi. Ammalar degani avamun, ammatun amma, avamun ammalar. Ammatun hammasi ham atun bo'lib qolmaydi, hammasi ham atun bilan tugamaydi, hurmatli o'quvchilar. 70-80% atun bilan to'xtaydi, qolgan 10%, 15% boshqacha so'zlar bilan tugaydi. A'mamun yoki avvamun boyaga o'xshagan mana shu misol, shunga o'xshagan holatlar bilan tugaydi. Hammasi ham atun bilan tugamaydi, hurmatli o'quvchilar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bugungi lug'atlarimiz shulardan iborat edi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Charchamanglar.